Mana fursatdan foydalanib ozeraga chiqdim. Musofirlar, sizlar uchun video. Hamma baliqchilar sherigi mana. Mana shu yerdan hamma baliq ovida. Bu ozeraning atrofida uylar joylashgan. Hamma baliq ovida. Fursatdan foydalanib mana shunday joylarga chiqib miyani dam oldirishga maslahat bergan bo'lardim. Bunday ozeradan narigi taraflarda ham bor, nariyoqlarda. Mana shunday joylar. Endi hozir baliq mavsumi, baliq tutish mavsumi boshlandi. Mana muzlar erib, ko'l o'z holatiga kelib qolgan. Mana bu baliqchi bola ham qarmoqda, ham setkada ushlayapti. Hurmatli musofirlar, mana hozir shuncha baliqchi chiqqan dam olish kunida. Mana bu yoqda o'g'li bilan ota-onalar yaxshida oilaviy chiqib dam olib, bolalar ham baliq tutishni o'rganadi. Xullas musofirlar ishdan dam olish kunlari vaqti chiqib, mana bu suv o'zidan boshqacha kislorod chiqaradi, maslahat bergan bo'lardim. Bu sog'liqqa ham foyda. Xo'p. Bu musofirlar kelib ishlaydi, hujjat qilishadi. O'zi ish, hujjat jarayoni charchatib, ancha toliqtirib qo'yadi. Shunga men maslahat bergan bo'lardim. Shunday joylarga kelib dam olishlaringni. Bugun havo yaxshi. Yog'ingarchilik yo'q. Iliq havo bulut, ko'rganingizdek mana videoda ko'rib turibsiz. E'tibor bergan bo'lsalaring, ko'lning narigi betida yaxshi chiroyli kottejlar tushgan ekan. Mana ko'ryapsizlar. Juda chiroyli. Narigi qirg'oqqa ham yaxshi kottejlar tushgan mana. Shunday odamlar yashayapti. Agar qaysi mavzu qiziqtirsa, sizlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Obuna bo'linglar. Mana shu ishlab turuvchi kanalini rivojlantirishga hissalaringizni qo'shinglar. Xo'p, qaysi joylar, qanday soha, nimalarni videoga olib, nima haqida suhbatlashishni xohlasalaring, izohda qoldiringlar. Men harakat qilaman. Ishdan bo'sh vaqtim shunday videolar olib va savollaringga javob berishga. Omon bo'linglar.